Tekkene var. Oy Normatboy. Oy Normatboy. Dada chaqirishyapti. Yo'q deb qo'yaver. Nima deyman? Oshga ketdi deb qo'yaverasan. Bak. Tekkene var. Bobang uydami? Bobom ishga ketadilar. Tirjayman. Otang qani? Otam oshga ketdilar. Ha mayli. Bobang pul so'ravdi, shuni olib keluvdi. Mayli. Pul deydimi? Ey, hali ketganim yo'q, uydaman. Hey. Uydamisan? Oshga endi ketaman deb turdim. Keling, tog'a. Pulni eshitib tirilib ketding-a? Mana pulni o'sha otangga berib qo'y. 750 ming ekan-a? Bo'ldi. Sog' bo'ling. Tekkene var. Shu odam nima chaqiraverar ekan? Hozir. 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 Ey, keling, tog'a. Uyqusirab chiqishingni qara. Pulni bermabsan-ku? U pulni osh ochirtdimidi? Ishlatib yuboribman. Qilib beraman. Ye. Mendan so'rayapti. Qo'lni-qo'l taniydi deyapti. Men nima qilaman endi? Tektor, ma. 5 safatdan beri kelaman. Ertaman chiqib ketadi, otang kech payt keladi. O'zing bir o'ni qurib tuzukroq joyda ishlaysanmi, yotaverasanmi uyda? Mani ishlashim bilan sizning nima ishingiz bor? Yoshingiz nechida? Men 60 ni qoralayotgan odamman. 60 ga kirib, 60 tinlik aqlingiz yo'q ekan. O'zi qirollarimiz to'g'ri aytgan ekan. Na aql bor, na anda farosat. Rizqni Xudo beradi. Shuni bilib qo'ying. Yo, shayx qilasizmi? Hech qanaqa shak qilganim yo'qman. Rizqni Xudo beradi, lekin odam boquvchim bor ekan, og'ana yotavermaydi. Yetir olingga o'raysan.